Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Sizlarni hozir eng arzon sifat tekstildagi ishtonchalar va futbolkalar narxi bilan tanishtiraman. Hozir bir qator narxlari bilan, razmlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu ishtonchamiz 3 minglik ishtoncha bo'ladi. Bu buni hozir paketdan ochamiz-da. Hop, razmeriga keladigan bo'lsak, sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Bu razmeri bitta pochkasida 10 tadan. Mana ishtoncha materiali yaxshi, mana materialni ko'rishingiz mumkin, poliester materialdan. Bunaqa chok, bunaqa bir narsalari yo'q. Pul rezinkasi qo'yilmagan, toza rezinka qo'yilgan. Mana degan manjit qo'yilgan. Toza ishtoncha bo'lgan, ulgurgan, qolgan. Lekin narxi 3000 so'm. Endi bunaqa keladigan bo'lsa, mana bunisi bor. Mana bunisi bor ekan, mana bu bunaqa o'ralgan. Deb qilsak, bunda ikkita solingan ekan. Ko'rishimiz mumkin. Bular ham 3000 so'mdan ishtoncha. Bular ham pul rezinkasi qo'yilmagan, toza. Kilogrammda. Hop, ishtonchalar hammasi 3000 so'm. Endi mana futbolkaga kelamiz-da. Futbolkalarning narxi 4000 so'mdan, bozorlarda 5000 sotiladi. Lekin bizda yangi kaltaba, sonra yangi uzun futbolkachalar. Chiroyli futbolkachalar. 2 yoshgacha tushadi razmeri, 1-2 yoshga tushadi. Har xil svet, har xil vibr, har xil assortiment. Narxlari bo'lsa 4000 so'mdan. Har bittasi mana bunaqa yo'llari bir chok qilingan mana. Chok tushirilgan, ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana har bittasi bir chok qilib tikilgan. Как положено mehnat qilingan. 4000 so'mdan futbolka. Bu ham juda ham ob'yom, kачествоda, ko'p kачествоda. Mana bunaqa juda ham ko'p. Qaysidir viloyatlarimizdan bizga zakaz tushadigan bo'lsa, biz dostavka qilib, viloyatlarga dostavka qilib yetkazib chiqarib beramiz. Lekin deylik mana shu futbolkadan 100 ta yoki ishtonchadan 100 ta olishsa summasi katta bo'lmaydi, lekin o'sha viloyatlarga atigi 50 ming yoki 55 ming yoki nari bo'lsa 60 ming so'mga yetib boradi. Hammaga omad, charchamanglar. Ekranda nomer turibdi. Kimgadir, qanaqadir, nechtadir kerak bo'lsa, sirazi telefon qilib bog'laninglar va sizlar uchun dostavka qilib chiqarib beramiz. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad.